Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Milliy sertifikatga geografiyadan demografiyaga o'tishgan savollar ko'rib chiqamiz. Buning uchun demak, birinchisi aholi tabiiy hisobiga necha foiz tashkil etganini topishimiz kerak. Tug'ilish 19, o'lim 7 ekan. 19 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, javobi 12 bo'ladi. Demak, bizlar 1000 kishiga nisbatan 12 kishi ko'payadi deymiz. 100 ga nisbatan foizda, demak bu 1.2% ekanligini ko'rishimiz mumkin. Javobiga 1.2% deb yozamiz. Demak, ikkinchi B'siga 2022 yil hisobiga necha kishi ko'payganligi aniqlang degan. Bu uchun biz mamlakat umumiy aholisini topib olishimiz kerak. Mamlakat umumiy aholisiga keladigan bo'lsak, mamlakat 12 ga 14 ga 18 ni qo'shamiz. Demak, bu yerda millionda 32.7 million bo'ladi. Biz endi immigratsiya kirib kelish, emigratsiya ketish bo'ladi. Demak, 4 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak -2 bo'ladi. 12 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 10 kishi qoladi. Demak, biz yozamiz, 1000 kishi hisobiga 10 kishi ko'payadigan bo'lsa, mamlakat umumiy aholisi 32 million 700 kishiga nisbatan qancha kishi ko'payapti degan savolni qo'yamiz o'rtaga. Demak, buni ishlanish yo'lida oxirdan 3 ta 0, oxirdan 3 ta 0 o'chiramiz va x teng 10 ni 32700 ga ko'paytiradigan bo'lsak, javobi 327 ming kishini tashkil etadi. Buni geografiya qiziquvchilar, milliy tayyorlanadigan ustozga tashlab qo'ysangiz, bular ham ko'rib bahramand bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.